Assalomu alaykum aziz dindoshlar. 32-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda dal harfini yozishni hamda o'qishni o'rganamiz. Dal harfi mana e'tibor bersangiz, so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida alohida holatlarda ham bir xil yoziladi. Faqatgina mana qarang, so'z o'rtasida yozilganda undan oldingi ulash uchun quyidagi cho'pcha qo'yiladi. So'z oxirida ham undan oldin harf bo'lgani uchun ulash uchun bitta cho'pcha qo'yiladi. O'zi asosiysi mana yozilishi mana ruschasiga salgina o'xshab ketadi, bunday sal egilganroq sifatda. Mana hamma holatda shu holatda yoziladi. Faqat aytib o'tganimdek, so'z o'rtasida va oxirida yozilganda uni oldingi harfga ulash maqsadida cho'pcha qo'yiladi. Qarang endi. Bu qaysi harf desam, har doim deysiz dal harfi deb javob berasiz. Qanday o'qiymiz desam, o'zbek tilidagi d bilan bir xil o'qiyveramiz. Demak, o'zimizdagi d harfi ekan. Lekin arabcha ismi dal harfi hisoblanadi. Endi qarang, buni yana bir qoidasi bor. Dal harfining ustida yumaloq kelsa, i'ga moyil tebratiladi. Masalan, t, a, d, d mana usti yumaloq kelyapti. Shu usti yumaloq kelsa, i'ga moyil tebratilar ekan. Masalan, buni o'qisak, t, a, d, tad emasda tad, tad. I'ga moyil nima qilamiz? Tebratamiz ekan. Bu tebratib o'qiladigan harflarning 5-inchisi hisoblanadi. Esingizda bo'lsa, biz aytgan edik, tebratib o'qiladigan harflarning soni jami 5 ta degandik. Bugun demak oxirgisi 5-sini o'rganyapmiz ekan. Bu ustida yumaloq kelsa i'ga moyil tebratiladi ekan. Ya'niki t, a, d, tad emasda tad, tad, tad degan holatda tebratib o'qilar ekan. Demak, tebratib o'qiladigan harflar jami 5 ta ekan. Endi keling, hamma tebratib o'qiladigan harflarni ko'rib chiqamiz. E'tibor bersangiz, mana xulosa deb yozib qo'ydim. Ya'niki 14-darsda biz ba harfini o'tdik. Ba harfini ustida yumaloq kelsa i'ga moyil tebratilardi. Misol uchun tabi, tabi. 21-darsda biz qof harfini o'tdik. Uni ustida yumaloq kelsa uga moyil tebratilardi. Masalan, shaqqu, shaqqu. 26-darsda to harfini o'tdik. Uni ustida yumaloq kelsa bu ham uga moyil tebratilardi. Masalan, matu, matu. 27-darsda o'tdik jim harfini. Buni ham ustida yumaloq kelsa i'ga moyil tebratilardi. Masalan, aji, aji. Hamda bugun oxirgi tebratib o'qiladigan harflarning dal harfini o'tdik. Uni ham ustida yumaloq kelsa i'ga moyil tebratiladi. Masalan, tadi, tadi. Xulosa, tebratib o'qiladigan harflar jami 5 ta ekan. Ularning 3 tasi b, j, d, ya'niki ba, jim, dal harflar i'ga moyil tebratiladi. Mana e'tibor bering. Lekin qof va to harflari uga moyil tebratiladi ekan. Eslatib o'tamiz, jami 5 ta ekan hamda bular Qur'oni Karimda aytib o'tganim ko'k rangda keladi. Hozir Qur'ondan ham ko'rsataman. Mana e'tibor berishingiz mumkin, tajvidli Qur'onda xalqaro o'rinlar, ya'ni tebratib o'qiladigan harflar mana ko'k rangda keladi. Misol uchun mana quyidagi oyatga e'tibor bersangiz ham, mana buni biz o'tdik. Ya harfini noodatiy mana ye, a, j, yaji, yaji. Mana qarang, ko'k rangda bo'ladi. Bir yangilik sifatida ham aytishim mumkin. Mana Qur'ondagi har xil ranglar bor. Mana shu har bir qoidani bildiradi. Biz ko'k rangda mana to'liq o'tib bo'ldik. Bu degani biz Qur'oni Karimdagi bitta qoidani to'liq o'zlashtirdik degani. Mana e'tibor bering, mana jim harfi, mana bu yerda qof harfi mana. Yaqu, yaqu. Mana qarang, q harfi, mana jim harfi. Sizga uygasif bo'ladi. Qur'oni Karimda mana e'tibor beryapsiz. Jim harfi bor-ku mana. Jim yoki mana qof harfi ko'kda berilyapti. Mana xalqaro o'rinlar harflariga shunaqa 5 ta harf dedik. Shularning har biriga bittadan misol yozib kelasiz. Masalan, mana bu yoqdan boshlab hammasini yozsangiz ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa mash so'zni o'zini yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Iloji boricha to'liq yozishga harakat qiling. Demak, uyga shu tebratib o'qiladigan harflarga nima ekan? 5 ta misol yozib kelasiz. Har bir harfga bittadan. Masalan, mana qofga buni, jimga buni. Uyga shunday iborat. Biz bitta ko'k rangni Qur'ondan to'liq o'rganib bo'ldik. Endi kitobimizdagi misollarni o'qiymiz. Kitobdagi so'zlarni boshdan o'qiymiz. Mana d harfiga e'tibor berishingiz mumkin. Bunday ruschasiga o'xshagan bo'ladi. D, u, m, dum. D, u, b, dub, dub. Chunki 14-darsda o'tdik. B harfini ustida ham yumaloq kelsa i'ga moyil tebratiladi. Endi bunisi d, u, f, duf. R, id, rid. Qarang, e'tibor berishingizni juda xohlardim. Qarang, d bilan r harflari bir-biriga o'xshaydi. Shuning uchun biz kataklarga yozib o'rganamiz. D harfi faqatgina ikkinchi katakda yoziladi. Lekin r harfi esa 2-3 ta. Ko'ryapsizmi? Bir-biriga o'xshab ketadi. Shuning uchun kataklarga yozishga e'tibor bering. Shunda r edi, ridi, ridi i'ga moyil tebratamiz. Chunki d ning ustiga yumaloq kelyapti. Shunda ridi, ridi, ridi. Endi bunisi z, edi, zidi, zidi. Zid emasda yoki zidi emas, zidi,
zidi. Endi bu harflarni o'qib ko'ramiz. T, adi, tada, tada. D ni yumaloq kelgani uchun i'ga mol tebratamiz. D, ar, dar, su. Dar, su. Dars deganda ekan, dar, su. دفع Endi bunisi. D, ab, dab, g'u, dab, g'u. D, al. Bu l, to'g'rimi? Chunki o'zidan keyingizga ulangani uchun l hisoblanadi. Bu a yoki i u emas. Shunda dal, ku, dal, ku. Endi pastdagilarni o'qiymiz. D, a, h, r, u. Dahru. D, u, h, duh, nu. D, ul, dul, dul. Dul, dul. Fude. Qarang, d ni ustida yumaloq keladi, i'ga mol tebratamiz. Buni ham shunday. Shunda fude, 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 fude. Endi bu so'zlarni o'qib ko'ramiz. Hude, hude. I'ga mol tebratamiz. Qarang, bu u, sh, bu d o'rtada kelyapti, so'z o'rtasida. U, d. Shunda ush, dude, ush, dude, dude, dude. I'ga mol tebratamiz. Endi bunisi. اعتدل اعتدل Endi bu so'zni o'qiymiz. يعتدل Hamda yana ikkitagina so'z qoldi. Mana shularni o'qib ko'ramiz. E'tibor beramiz. S ni yumaloq kelsa ozgina sirg'antirardik. Shuni istarshada, istarshada. Endi bunisi yastarshidu, yastarshidu, yastarshidu. Shu holatda o'qiyverasiz. Faqatgina qarang. Qarang, yaxshilab e'tibor bering. E'tibor beradigan joyimiz yana bitta qoida, buni yozib qo'yasiz o'zingiz. Mana d harfidan keyin o'zidan keyingi harf ulanmaydi, ko'ryapsizmi? Ulab qo'ymaysiz mana. Shu qoida ham bor, shuni yozib qo'yasiz o'zingiz mana. O'zidan keyingi harfga nima qilinmar ekan? Ulanmar ekan mana. Alohida holatda yoziladi. Shunga e'tibor berasiz. Mana r ham o'zidan keyingisiga ulanmaydi-yu. Mana z harfi ham o'tganmiz. Mana bugun o'tgan d harfimiz ham o'zidan keyingisiga ulanmaydi. Keyin bu harf r ga o'xshab ketar ekan. Mana e'tibor bering, faqatgina ikkinchi katakda yoziladi. R esa 2-3 ta, z ga ham o'xshaydi. Z 2-3 ta, bu d esa ikkinchi katakda yoziladi. Hamda usti yumaloq kelsa i'ga moyil tebratiladi. Xo'p, sizga uy vazifa. Sizga uy vazifaga 32-darsni hamda xulosa degan joyda ko'chirasiz. Birinchi navbatda, keyin quyidagi kitobdagi so'zlarni ko'chirib olasiz. Keyin sizga boya Qur'oni Karimdan ham uy vazifa berdim. Shu 5 ta harf bor-ku mana. Shu 5 ta harfga Qur'ondan har biriga bittadan so'z yozib kelasiz. Uy vazifa shundan iborat bo'ladi. Keyingi darsimiz yana 2 kundan keyin bo'ladi.